Arafat vodiysiga kelishlikdan maqsad Arafat o'zi nima? Qoradomlar yaqinda suhbat qurganlarida odam ato bilan mamoh havo uchrashgan joy mana shu rahmat tog'i. Mana shu joyda odam ato duo qilganda gunohlari mag'firat bo'lgan ekan. Eshtinglar. O'shanda jannatdan quvilganda va chiqqanlarida gunohlari mag'firat bo'layotganda Allohdan so'raganda duo qilgan ekan odam ato ham. Alloh Rasuling Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haddi hurmati gunohlarimni kechirgin. Qarang duoni. Odam ato ham duo qilgan ekan. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam tilga olib. Shunda gunohlar mag'firat qilib odam atodan so'ragan ekan. Sen qanday so'nggi ummatim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni bo'lishini bilding deganda, jannatdan chiqayotganimda qo'liganimda jannat eshigi tepasiga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deb yozilgan edi. Ashda bir yozuvni ko'rdim deydi yana. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan so'zni ko'rgan edim deydi. Qarang, odam otaning so'zlari bu. Demak, manbalarda 300 yildan keyin ko'rishadi deydi. Mana bu rahmat tog'i. O'sha ko'rishgan joy, duolar maqbul bo'lgan joy. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam eng so'nggi xutbalarini ham mana shu joyda o'qigan.